Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Gretsiyada 2025 yil mavsumiy ish haqida gaplashamiz. O'zbek tilida gaplashadiganlar uchun maxsus. Yevropa va dunyo bo'ylab ish e'lonlari saytlarini topish, u yerdan ish izlash maslahatlari. Gretsiyaga e'tibor. Mavsumiy ishga qiziqish katta. Turizm va qishloq xo'jaligida. Bizdan qaysi firmalar va agentliklar ishchi olishmoqda? Saytlar, talablar, viza, yotoqxona haqida batafsil. Obuna bo'ling. Yangi videolarda boshqa davlatlar haqida. Boshlaymiz. Gretsiyada qaysi firmalar va agentliklar o'zbekistonliklarni olishmoqda? Gretsiyada mavsumiy ish 2025 yilda turizm, mehmonxonalar, restoranlar va qishloq xo'jaligi, zaytun, uzum yig'ish sohasida ko'p. O'zbekiston va Markaziy Osiyo bilan ishlaydigan agentliklar va firmalar. Turon World, turonworld.uz. O'zbekistonliklarni chet elga yuboradi Gretsiya loyihalari bor. Workins.biz. O'zbekistonlik ishchilarni chet elga yollaydi. Gobster. gobster.com/gr. Gretsiyada chet eldan ishchilar Osiyo va Afrikadan. Nadia Global. nadiaglobal.com/Uzbekistan. O'zbekistonda rekruting Gretsiya uchun mos. Trust. hiretrust.com/recruitment agency in Uzbekistan. O'zbekistondan ishchi yollash. Oman Agencies. omanagencies.com. Gretsiyada xalqaro rekruting. AJEETS. ajets.com/countries/recruitment agency in Greece. Osiyo va Afrikadan Gretsiyaga ishchilar. Hellenic Recruit. hellenicrecruit.com. Gretsiyada mavsumiy ish uchun 3-davlatlardan, shu jumladan Osiyo ishchilar. Bu agentliklar 2025 yilda faol. Maosh 700 dan 1500 yevro plus ovqat. Masalan, Gobster va AJEETS Markaziy Osiyodan minglab ishchi yuborgan. Firmalar: TUI, kruizlar, mehmonxona zanjirlari, Mykonos, Santorini. Agentliklar orqali boshlang. Ular vizani yordam beradi. Mavsumiy ish saytlari ro'yxati. Gretsiyada mavsumiy ish izlash uchun saytlar. greeka.com/greece-jobs. 35 va undan ortiq yozgi vakansiya turizm. seasonal.com/n/countries/greece. Mavsumiy ishlar Gretsiya bo'yicha maslahatlar. worldpackers.com/search/work_exchange/europe/greece-ish va sayohat almashinuvi. expat.u.com/work-in-Greece-summer. Yozgi ishlar uchun maslahatlar. seasonworkers.com. Mavsumiy ishlar Gretsiya bo'limi. workaway.info/n/destination/europe/gr- volontyorlik va ish. Arzon turar joy. hosteljobs.net/browse hosteljobs. Hostel va turizm ishlar. anyworkanywhere.com. Chet elda mavsumiy ishlar. Bu saytlarda Seasonal Jobs Greece 2025 deb qidiring. Har kuni yangilanadi. O'zbekistonliklar uchun filtrlash mumkin. Til bilimi va tajriba talablar oddiy. Til bilimi. Ingliz tili. A2, B1 darajada yetarli turizmda. Yunon tili majburiy emas, lekin asosiy iboralar yordam beradi. Tajriba 1 yil. Qishloq xo'jaligida yig'im-terim, turizmda xizmat. Tajribasizlar uchun agentliklar o'qitadi. Yosh 18 dan 50, sog'lik va politsiya guvohnomasi kerak. Viza jarayoni. Hujjatlar va to'lovlar. Viza. Mavsumiy ish uchun D turi. Sezonal. 9 oygacha. Qonun 5038/2023 bo'yicha. Jarayon. Ish beruvchi Gretsiyada ruxsat oladi. Keyin siz Toshkentdagi elchixonada ariza berasiz. Kerakli hujjatlar. Pasport, 6 oy amal qilish. Ariza shakli, ingliz yoki yunon tilida. Ish shartnomasi, maosh, muddat. Sog'liq sug'urtasi, Gretsiyada. Moliyaviy dalil, bankda 500 yevro. Tibbiy guvohnoma va politsiya ma'lumoti. Yotoq dalili, ish beruvchi ta'minlasa. Hujjatlar ingliz tiliga tarjima qilinadi. Jarayon 30 to 60 kun. Viza to'lovi 150 dan 180 yevro. 225 yilda D vizasi uchun.
Agentliklar qo'shimcha 200 dan 300 yevro xizmat oladi. Yotoqxona va boshqa ma'lumotlar yotoqxona ish beruvchi ta'minlaydi. Mehmonxonalarda xonalar, qishloqda lagerlar. 100 dan 200 yevro oy yoki bepul. Ovqat ko'pincha bepul. Orollarda Mykonos, plaj yaqinida. Mustaqil ijorasi 300 dan 500 yevroya oy. Ish vaqti 40 soat haftada. Sug'urta majburiy. Do'stlar, Gretsiyada 2025 mavsumiy ish katta imkoniyat. Agentliklar va saytlar orqali harakat qiling. Savollar bo'lsa, izohga yozing. Yangi obunachilar. Obuna bo'ling keyingi videoda Vengriya haqida. Like va ulashing, millionlab tomosha qiling. Rahmat.